Hammer mashinasini bitkizdik, xudo xolisa. Faralari, hamma narsasi polirovka, keramika, himsiga bo'ldi. 360 kamera. Tashqaridagi ishlar bilan bitta-bitta tanishtirib o'taman. Oldiga bilet auzum qo'yilgan, tepaga kalsiolari bilan qo'yilgan, pastiga ham bilet qo'yilgan. Tumankalariga e'tibor berishingiz mumkin. Qop-qora matvi qilib qo'yilgan. Tak, 360 kameralari qo'yilgan bu yoqda mana. 360 kameralarning oldi kameralari, mayda-chuda ishlari bitgan. Mana bu yonlari yonmasdi, yonadigan qilingan. Tak, 360 kamerasi mana. Keramikani qaranglar, yonib turishini. Endi qisqacha obzor qilaman buni. Tak. Bu yerda slipoy zonalari bor. Buni ustunovka qilib ko'rsatganmiz. Orqa faralari led bo'lgan. Tak, bagajda ko'p ish qilinmadi. Qilingan ish bagaj polik qo'yilgan. Bagaj polik, zavodskiy narsalarni, maytfonlarni, pullarni qo'yib qo'yganmiz. Qiyimchiskalari zo'r bo'lgan. Orqa kamerasini birga o'zinglar bilan ustunovka qilganmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana mana shu yoqda zavodskiy joyiga qo'yilgan. Tak, salonga kiradigan bo'lsak, salondagi ishlar. Bu yerda oyna ko'taradigan boshqa ishlari ichida turibdi. Bunaqa ishlar ko'rinmaydi. Tak, poliklar. Kojali polik. Chexollar o'rtasida. Tak, shamut. Yoni nap koja, stroshkalari o'rtadagi material bilan bir xil rang qilingan. Maloshni deyiladimi? Tak, bunga remont ishlari ham bo'lgan. Remont ishlarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Tak, rulimiz. 300 ruli bu. Obzori kattaroq qilinadigan bo'lsa, rulimiz 300 ruli bo'ladi. O'rtasiga hammerlarni qo'yib berib, chetlariga kojalarni yopishtirib, perdeka qilib, hamma narsasini zavodga berganmiz. Tak, knopkalarni, 360 kameralarni, rullarga multimedialarni, baland pastlarni ulab qo'yganmiz. Tak, rulda hamma narsasi ishlaydi. Kurs kontroli yo'q bu mashinada. Kurs kontrollarini ishlatmadik. Tak, monitorlar mana. Monitor juda sifati zo'r. TCC Tour Pro bilan bemalol protiv bo'la oladi. Equalizerlari juda zo'r. Monitorlarga tak, bronlarni urib qo'yganmiz biz. Tak, mana bu narsasi singan edi shilchoki. Shilchokini 3D dan yasattirib qo'yib berganmiz. ADAS kameralari bor, mikrofonlari bor, 909 tak, antennasi bor. Bu yerda pultiga keladigan bo'lsak, oxiriga ma'lumotimiz. Tak, pultimiz universalniy. Tak, knopkasini bosadigan bo'lsak, mana soatlarni o'zgartirib, noqib turib, ochib yopadigan mashinalarni olib tashlasangiz bo'ladi. Oldi fonlarni o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli obzorlar kerak bo'lsa, bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Salomat bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin.